Aziz yurtdoshlar, bugungi ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki bu mavzu Rossiyada ishlayotgan, Rossiyaga borishni rejalashtirayotgan u yerda qarindoshi farzandi. Turmush o'rtog'i yoki tanishi bor deyarli har bir O'zbekistonlikka tegishli. 10 avgustdan boshlab migratsiya sohasida yangi tartiblar kuchga kirdi va endi avvalgidek yurib ketaveraman. Bir amallab ro'yxatga turaman. Patentni keyinroq qilaman. Jarima bo'lsa to'lab qo'yaman degan yondashuv juda xavfli bo'lib qoldi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgardi, kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi xatolar eng qimmatga tushadi va hozirdanoq nimalarni tayyorlab qo'yish kerak? Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumot bir kishining hujjatini, ishini, hatto butun oilasining daromadini saqlab qolishi mumkin. Gap shundaki, Rossiyada migratsiya nazorati ancha kuchaymoqda. Bu faqat hujjatsiz yurganlarni ushlashadi degani emas. Endi tizim ancha tartibli, raqamli va qat'iy ishlaydi. Ya'ni davlat idoralari chet el fuqarosining qachon kirgani, qayerda ro'yxatdan o'tgani, patent olgan olmagani, soliq to'lagan to'lamagani, qaysi manzilda yashayotgani, hatto oldingi jarimalari bor yo'qligini tezroq ko'ra oladigan bo'lmoqda. Oldin ko'p yurtdoshlarimiz quyidagicha yashardi. Rossiyaga kiradi, migratsion karta oladi. Bir tanishining uyiga vaqtincha ro'yxatga turadi. Keyin boshqa joyda yashaydi, boshqa joyda ishlaydi. Patentni kechiktiradi yoki oyma-oy to'lovni unutadi. Ba'zida 1-2 oy noqonuniy yurib, keyin chegaradan chiqib kirib vaziyatni to'g'rilashga harakat qiladi. Ba'zilar menga hech kim tegmadi-ku deb yillab yuradi. Endi esa bunday yondashuv juda xavfli. Chunki yangi tartiblar bo'yicha migratsiya qoidalarini buzgan shaxslar alohida nazorat ostiga olinishi, ularga nisbatan cheklovlar qo'llanishi, mamlakatdan chiqarib yuborish jarayoni tezlashishi mumkin. Eng muhimi, odam faqat deportatsiya bilan cheklanib qolmasligi mumkin. Unga keyinchalik Rossiyaga kirishga taqiq qo'yilishi, bank, ish, ro'yxat, transport, yashash masalalarida jiddiy muammolar paydo bo'lish ehtimoli oshadi. Men bu yerda qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun gapiryapman. Chunki ko'p muammolar oldindan tayyorgarlik ko'rilsa, juda oson hal bo'ladi. Ammo vaqt o'tib ketgandan keyin, masalan, patent muddati tugab, ro'yxat bekor bo'lib, ustiga ustak jarima yozilgandan keyin vaziyatni tuzatish ancha qimmat va qiyin bo'ladi. Birinchi navbatda Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklar bu yangiliklarni bilishi shart. Ayniqsa qurilishda, yetkazib berish xizmatida, taksida, kafeda, omborda, zavodda, savdoda, uy ta'mirlashda yoki mavsumiy ishlarda yurganlar. Chunki aynan shu sohalarda hujjatlar ko'pincha tartibsiz bo'ladi. Odam bir manzilda ro'yxatda, boshqa manzilda yashaydi. Bir ish uchun patent olgan, amalda boshqa hududda ishlaydi. Patent to'lovi 1 oy kechikadi. Ish beruvchi shartnoma qilmaydi. Odam esa menga baribir, pulimni bersa bo'ldi deb yuradi. Masalan, bir yurtdoshimiz Moskvaga keldi. Migratsion kartada maqsad sifatida ish deb ko'rsatdi. 10 kun ichida patentga hujjat topshirish kerak. U esa avval ish topay, keyin qilaman deb yurdi. 35 kun hujjat topshirmoqchi bo'ldi. Oldin bunday vaziyatda ba'zan jarima bilan o'tib ketish mumkin edi. Endi esa tizim buni aniq ko'radi. Kirgan sana bor, patentga topshirgan sana bor, ro'yxat muddati bor. Natijada jarima, hujjatni qabul qilishda muammo, ayrim holatlarda mamlakatdan chiqish talabi paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, bir kishi Sankt-Peterburgda ro'yxatga turdi, lekin ishni Moskvada topdi. Patentni esa boshqa hudud uchun oldi yoki umuman hudud masalasiga e'tibor bermadi. Rossiyada patent odatda ma'lum hududda ishlash huquqini beradi. Agar sizda Moskva uchun patent bo'lsa, boshqa viloyatda ishlash xavfli. Aksincha, viloyat uchun patent bilan Moskvada ishlash ham muammo. Tekshiruvda men bilmagan edim degan gap yordam bermaydi. Qonunda bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Uchinchi misol, haydovchilik yoki taksida ishlayotgan odamlar. Agar hujjatlaringizda muammo bo'lsa, endi faqat migratsiya xodimi emas, yo'l patrul xizmati, ish beruvchi platforma, bank kartangizdagi to'lovlar orqali ham savollar paydo bo'lishi mumkin. Agar sizda yashash manzili, patent, ro'yxat va ish faoliyati bir-biriga mos kelmasa, bu alohida xavf. 4-misol, patent to'lovi. Ko'pchilik bir oy uchun to'lovni kechiktirib qo'yadi. Ertaga to'layman, maosh tushsin to'layman. 2 kun o'tsa nima bo'ladi deydi. Lekin patent bo'yicha eng katta xato shuki,
to'lov kechiksa patent bekor bo'lishi mumkin. Patent bekor bo'lsa, siz o'sha kundan boshlab ishlash huquqini yo'qotasiz. Siz ishlashda davom etsangiz, bu noqonuniy mehnat faoliyati hisoblanadi. Natijada jarima chiqarib yuborish, keyinchalik kirishga taqiq xavfi paydo bo'ladi. 5-misol, ish beruvchi hujjat kerak emas, men hammasini hal qilaman deydi. Men bunday gaplarga ishonmaslikni maslahat beraman. Chunki javobgarlik faqat ish beruvchida emas, sizning o'zingizda ham bo'ladi. Agar tekshiruv kelsa, ish beruvchi u kecha kelgandi, sinov muddatida edi. Men bilmayman deb chiqib ketishi mumkin. Lekin sizning pasportingiz, migratsion kartangiz, ro'yxatingiz, patentingiz tekshiriladi. Shuning uchun har bir hujjatning nusxasi o'zingizda bo'lishi shart. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchidan, ro'yxat muddati tugayotganlar. Ikkinchidan, patentini vaqtida to'lamaganlar. Uchinchidan, Rossiyada 90 kundan oshiq yurgan, lekin ishlash uchun rasmiy hujjat qilmaganlar. To'rtinchidan, eski jarimalari borlar. Beshinchidan, bir necha marta ma'muriy javobgarlikka tortilganlar. Oltinchidan, pasport muddati tugashiga yaqin qolganlar. Yettinchidan, haqiqiy yashash manzili bilan ro'yxat manzili mos kelmaydiganlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz Rossiyaga qonuniy kirgan bo'lsangiz, migratsion kartangiz to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, vaqtida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, patent yoki boshqa ishlash huquqini beruvchi hujjatingiz bo'lsa, to'lovlaringizni kechiktirmasangiz, ish beruvchi bilan shartnomangiz bo'lsa, manzilingiz o'zgarganda qayta ro'yxat masalasini hal qilsangiz, siz vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin baribir hujjatlarni tekshirib chiqish kerak. Chunki bitta kichik xato katta muammoga aylanishi mumkin. Yangi qoidalarning mohiyati shundan iboratki, migratsiya qonunchiligini buzgan chet el fuqarolari ustidan nazorat kuchayadi. Agar odamning Rossiyada bo'lishiga qonuniy asos qolmasa, u men keyin hal qilaman deb yuradigan davr tugamoqda. Uni aniqlash, ro'yxatga olish, cheklash va mamlakatdan chiqarish mexanizmlari ancha tezlashadi. Bunday shaxslar uchun ayrim huquqlar cheklanishi mumkin. Masalan, yashash joyini erkin o'zgartirish, transport vositasini boshqarish, bank xizmatlaridan to'liq foydalanish, ayrim bitimlarni amalga oshirish, rasmiy ishga joylashish. Hujjatlarni rasmiylashtirish kabi masalalarda muammolar tug'ilishi ehtimoli bor. Har bir cheklov darhol hamma uchun bir xil ishlaydi deb aytish noto'g'ri, chunki ayrim mexanizmlar bosqichma-bosqich joriy qilinadi. Lekin umumiy yo'nalish aniq. Qonunni buzgan migrant endi tizimdan ko'rinmay yurishi qiyinlashadi. Bu nimani anglatadi? Masalan, sizning patentingiz bekor bo'lgan, lekin siz ishlashda davom etyapsiz. Oldin sizni faqat reyd paytida ushlashlari mumkin edi. Endi esa ish beruvchi ma'lumotlari, soliq to'lovlari, bank o'tkazmalari, ro'yxat muddati, migratsion baza orqali muammo tezroq ko'rinishi mumkin. Yoki sizning ro'yxatingiz bir manzilda, lekin amalda boshqa shaharda ishlayapsiz. Bu ham savol tug'diradi. Ayrim odamlar men oddiy ishchiman, menga tegishmaydi deb o'ylaydi. Yo'q, aynan oddiy ishchilar eng ko'p xavf ostida. Chunki katta kompaniyalar ko'pincha hujjatlarni tartibga soladi. Lekin kichik brigada, xususiy ustalar, kunlik ishlar, norasmiy taksi, kurarlik, uy ta'mirlash xizmatlarida odam hujjatsiz qolib ketadi. Yana bir muhim masala. Jarimalar. Ko'pchilik jarimani vaqtida to'lamaydi. Keyin to'layman deydi. Lekin Rossiyada 2 yoki undan ortiq ma'muriy qoidabuzarlik, ayniqsa migratsiya va jamoat tartibi bo'yicha, keyinchalik kirishga taqiq uchun asos bo'lishi mumkin. Shuning uchun jarima bor yo'qligini tekshirish, bo'lsa to'lash va kvitansiyani saqlash juda muhim. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchisi 90 kun qoidasi. Ko'plab yurtdoshlarimiz Rossiyaga kirib 90 kun yuraman, keyin chiqib kirib yana 90 kun yuraman deb o'ylaydi. Lekin migratsiya qoidalarida bitta kun ichida 90 kun tamoyili bor. Ya'ni oddiy mehmon sifatida kelgan odam har safar chiqib kirish orqali cheksiz qolib keta olmaydi. Agar siz ishlash uchun kelgan bo'lsangiz, qonuniy asos, masalan, patent kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik joy, migratsion kartadagi maqsad. Agar siz ishlash uchun kelsangiz, kirishda maqsadni to'g'ri ko'rsatish kerak. Ba'zan odam xususiy turizm yoki boshqa maqsadni belgilab qo'yadi, keyin patent olishda muammo chiqadi. Bu mayda narsa emas. Chegarada berilgan bitta belgi keyingi hujjatlarga ta'sir qiladi. Uchinchi nozik joy, tibbiy ko'rik, barmoq izi va suratga olish tartiblari. Rossiyada uzoq muddat bo'ladigan yoki ishlashni rejalashtirgan chet el fuqarolaridan ma'lum tartibda
tibbiy tekshiruvdan o'tish, daktiloskopiya va fotografiya talab qilinadi. Kimdir buni keyin qilaman deb kechiktiradi. Lekin muddat o'tib ketsa, siz qonuniy asosni yo'qotishingiz mumkin. 4-nozik joy ro'yxat manzili. Siz ro'yxatga turgan manzil haqiqiy bo'lishi kerak. Rezina kvartira, ya'ni o'nlab odam bir manzilga yozilgan joylar xavfli. Agar tekshiruvda siz u yerda yashamasligingiz aniqlansa, ro'yxat soxta deb topilishi mumkin. Bu esa juda jiddiy oqibatlarga olib keladi. Arzon ro'yxat deb aldangan odam keyin ancha qimmat to'laydi. 5-nozik joy, pasport muddati. Agar pasportingiz muddat tugashiga oz qolgan bo'lsa, patent, ro'yxat ish shartnomasi, bank va boshqa hujjatlarda muammo bo'ladi. Men har doim aytaman, chet elga chiqayotgan odam pasport muddatini kamida 1 yil oldindan tekshirishi kerak. Agar pasport muddati tugashiga 3-4 oy qolgan bo'lsa, bu allaqachon xavf signali. 6-nozik joy. Ism, familiya yozilishi. Pasportda, migratsion kartada, ro'yxatda, patentda, bank kartada ism, familiya bir xil yozilgan bo'lishi kerak. Bir joyda o o'rniga u, boshqa joyda bitta harf tushib qolsa, tizim sizni boshqa shaxsdek ko'rishi yoki hujjatlar mos kelmasligi mumkin. Bu ayniqsa aeroportda, bankda, patent markazida muammo beradi. 7-nozik joy, ish beruvchi bilan shartnoma. Patent olganingizning o'zi yetmaydi. Ish beruvchi bilan mehnat yoki fuqarolik huquqiy shartnoma tuzish, zarur hollarda tegishli idoralarga xabar berish tartiblari bor. Agar ish beruvchi sizni rasmiylashtirmasa, siz hujjatli bo'lsangiz ham amalda xavf ostida qolasiz. Shuning uchun kamida shartnoma nusxasini talab qiling. 8-nozik joy, bolalar va oila a'zolari. Agar siz Rossiyada oilangiz bilan yashasangiz, faqat o'zingizning hujjatingiz emas, turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringizning ro'yxati, maktab yoki bog'cha hujjatlari, tibbiy sug'urtasi ham tartibli bo'lishi kerak. Bola hujjatsiz qolsa, keyin maktab, shifoxona, chegaradan chiqish-kirishda muammo bo'ladi. Endi men sizga aniq rejani aytaman. Birinchi qadam, barcha hujjatlaringizni stol ustiga qo'ying va muddatlarni tekshiring. Pasport, migratsion karta, ro'yxat, patent, patent to'lov kvitantsiyalari, tibbiy ko'rik hujjatlari. Barmoq izi va suratga olish tasdiqlari, ish shartnomasi, jarima kvitantsiyalari. Har birining amal qilish muddatini alohida yozib chiqing. Ikkinchi qadam, patent to'lovlarini tekshiring. Agar siz patent asosida ishlayotgan bo'lsangiz, har oy to'lovni oldindan qiling. Oxirgi kunga qoldirmang. Men tavsiya qilaman. To'lov sanasidan kamida 3-5 kun oldin to'lang. Bankda texnik xato bo'lishi mumkin. Pul kech tushishi mumkin. Dam olish kuni to'g'ri kelishi mumkin. Kvitantsiyani telefoningizda ham qog'oz ko'rinishida ham saqlang. 3-qadam, ro'yxat manzilingizni tekshiring. Siz qayerda ro'yxatdasiz, qayerda yashayapsiz, qayerda ishlayapsiz. Agar bular butunlay boshqa joylar bo'lsa, maslahat oling va qonuniy yo'l bilan to'g'rilang. Uy egasi bilan gaplashing, ish beruvchi bilan maslahatlashing, migratsiya markaziga boring. Soxta ro'yxat qilmang. Tez va arzon degan e'lonlarga ishonmang. 4-qadam, jarimalarni tekshiring. Agar sizga oldin jarima yozilgan bo'lsa, to'langan-to'lanmaganini aniqlang. To'lagan bo'lsangiz ham kvitantsiyani saqlang. Ba'zida tizimda to'lov kech ko'rinadi yoki umuman ko'rinmay qoladi. Bunday paytda sizda dalil bo'lishi kerak. 5-qadam, ish beruvchidan shartnoma talab qiling. Og'zaki kelishuv bilan ishlamang. Hech bo'lmasa oddiy yozma shartnoma bo'lsin. Kim ish beruvchi? Siz qanday ish qilasiz? Qayerda ishlaysiz? To'lov qancha? Muddat qancha? Bu nafaqat migratsiya masalasi, balki maoshingizni himoya qilish masalasi ham. Ko'p odamlar hujjatsiz ishlagani uchun oyligini ola olmaydi. Keyin hech kimga isbotlay olmaydi. 6-qadam, telefoningizda alohida papka oching. Uni hujjatlar deb nomlang. Pasportning asosiy sahifasi, kirish muhri, migratsion karta, ro'yxat, patent, kvitansiyalar, shartnoma, tibbiy hujjatlar, sug'urta, manzil ma'lumotlari, ish beruvchi kontaktlari hammasini rasmiy olib saqlang. Lekin faqat telefonga ishonmang. Chunki telefon yo'q bo'lishi mumkin. Nusxasini bulutga yoki ishonchli yaqin odamingizga yuboring. 7-qadam, agar hujjatingizda muammo bo'lsa, yashirinib yurmang. Migratsiya markaziga, yuristga yoki O'zbekistonning konsullik muassasasiga murojaat qiling. Vaziyatni erta tushuntirsangiz ko'pincha yechim topiladi. Lekin siz reyd paytida ushlansangiz, vaqt kam bo'ladi, tanlov kam bo'ladi, xarajat ko'p bo'ladi. 8-qadam, Rossiyaga endi bormoqchi bo'lganlar oldindan tayyorgarlik ko'rsin. Safardan oldin pasport muddatini tekshiring. Boradigan manzilingizni aniq biling.
kim sizni ro'yxatga qo'yadi? Qaysi hududda ishlaysiz? Patent narxi qancha? Tibbiy ko'rik qayerda? Dastlabki oyga yetadigan pulingiz bormi? Rossiyaga $100 bilan borib, u yoqda bir amallayman deyish hozir juda xavfli. Chunki hujjatlarning o'zi ham xarajat talab qiladi. 9-qadam. Qarindoshlaringizni ogohlantiring. Ayniqsa ota-onalar, turmush o'rtoqlar, aka-ukalar Rossiyada ishlayotgan yaqinlariga bu ma'lumotni yetkazsin. Ko'pincha odamni o'zi bilmagani uchun emas, vaqtida eslatma bo'lmagani uchun muammoga tushadi. Patent to'lovi sanasini oila a'zolari ham bilib tursa eslatib turadi. 10-qadam. Har qanday kirish taqiqini olib tashlab beraman, deportni 100% bekor qilaman. Patentni hujjatsiz chiqarib beraman degan vositachilardan ehtiyot bo'ling. Haqiqiy masalalar faqat qonuniy yo'l bilan hal qilinadi. Firibgarlar aynan qo'rquv paytida ko'payadi. Ular pulni oladi. Siz esa muammo bilan yolg'iz qolasiz. Azizlar, 13 avgustdan boshlangan yangi tartiblarning asosiy xabari bitta. Endi migratsiya masalasida beparvolik qilish mumkin emas. Rossiyada ishlayotgan yoki borishni rejalashtirayotgan har bir o'zbekistonlik hujjatlarni tartibga solishi, muddatlarni nazorat qilishi, ro'yxat va patent masalasida xatoga yo'l qo'ymasligi kerak. Qonuniy yurgan odam uchun bu qoidalar qo'rqinchli emas. Lekin keyin qilaman, bir amallayman, hamma shunday yuribdi deganlar uchun xavf juda katta. Men sizga tavsiya qilaman, bugun hujjatlaringizni tekshiring. Muddatlarni yozib chiqing. Muammo bo'lsa kechiktirmang. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Siz qaysi davlatda yoki qaysi shahardasiz? Hujjatlar bo'yicha eng katta muammo nimada? Men keyingi videolarda aynan sizlarning savollaringiz asosida yanada aniqroq tushuntirib beraman.